Salom do'stlar, sizlar bilan har doimdek Cortex va men bu больницаning yoniga keldim. Bu больница aytishlaricha juda yomon odamlarni bu yerda qiynashgan, bu yerda zo'rlashgan, juda yomon больница bo'lgan ekan. Odamlar aytishda men hozir qishloqdan 3000 kilometr uzoqlikdanman. Juda shahar tashqarisidaman, bu odam oyog'i yetmaydigan joylardaman do'stlar. Hozir men juda aytishlaricha yomon больница ekan. Bu qani bugun ko'ramiz. Ishga kirib ko'rishni niyat qildim bugun. Do'stlar, videoni boshlashimizdan oldin kanaliga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar va kommentariyada yozinglar. Qo'rqinchli emasmi sizlarga yo juda qo'rqib ketyapsizlarmi? Shunga qarab qolgan videolar chiqaraman. Keyin men sizlarga больница kirishdan oldin aytishim kerak edi. Bu yerda juda g'alati bir o'yinchoqlar ham bor. Bolachalarni qiynayotgan payt ular uxlashdan oldin shu analarni o'yinchoqlarda o'ynashganda, ularni o'ynab bo'lgandan keyin qiynashgan. Ular odamlar aytishicha juda g'alati, qo'rqinchli o'yinchoqlar bo'lgan ekan. Men to'g'risi bu narsaga ishonmadim. Bugun buni tekshirishga qaror qildim. Sizlar nima deysizlar o'zlaring? Do'stlar, bo'ldi, ko'p gapiravermasdan uje borishni ham boshlash kerak bo'ldi. Qanunda ichiga kirishni boshlaymiz. Oldinga qarab boramiz. Do'stlar, men sizlarga hali oldindan aytib qo'yibman. Juda qo'rqinchli joy, juda qo'rqinchli video. Agar ko'ngli bo'shlar chiqib ketaversin hozirdan demoqchiman. Bu больница, yoshlar больницasi bo'lgan. Oldin bu yerda yosh bolalar qiynashgan. Qaranglar nima olganman o'zim. Pistolet olganman, mana yortelikchi. Ana yortepman, ko'ryapsizlarmi? Bu har xil holat uchunda, agar arvoq chiqib qolsa, biror nima chiqib qolsa, otib tashlayman. Narsalar olganman, fakil olganman, go'sht olib qo'yganman. Har xil situatsiya bo'lishi mumkin-da do'stlar. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Qani eshikni ochamiz. Qo'ydot, qanaqa joy bu? Tepada nima qarab turibdi? Yo'q, o'zi shunaqa joymi? Voy do'stlar, bu yerdan o'tib bo'lmayapti. Yo'q, qanday o'taman bu yerdan? Shu kirib bo'lmayapti. Qani bir kommentariyaga yozinglarchi, qanday o'tsa bo'ladi? Fikrlarni aytinglar, qanday o'tsa bo'ladi? Qani bir kishi yozibdi. Kommentariya, qani oynadan o'tib ko'ringchi, bro. Ana bir kishi yozdi, oynadan o'tib ko'ringchi dedi. Qani oynadan o'tib ko'rsak, voy, o'tdim. Voy do'stlar, qanaqa joy bu yortelikchi? Voy, tepalarni qaranglar, juda qo'rqinchli. Mana shu yerga borsam-ku, yo'q, bormi? Devorni qaranglar, devor nima o'yotdi? Qani bu tarafga borsam-ku, yo'q, devor, buni ham devor yarimta o'yotdi. Juda qo'rqinchli, fakir qo'yib qo'yaylik mana yoqqa. Do'stlar, xullas bugungi bizning vazifamiz bolachalarni qayerda qiynagan, o'sha yerni topishimiz kerak-da biz. Va ular o'ynagan o'yinchoqlarni sizlarga ko'rsatishimiz kerak. Qani tepaga chiqaylikchi. Juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu yer juda yomon, chunki odamlar aytishda bu yerga qarg'ish tekkan deyshadi. Voy do'stlar, ko'rlaring ozma bo'lganmi? Voy do'stlar, o ko'rlaring ozma bo'lganmi? To'g'rimdagi narsalar hammasi tushib ketdi. Qani bu yerga kiraylikchi. Voy, qanaqa joy bu? Men bu qanaqa joyligini bildim do'stlar. Bu yerda oldin bolachalar uxlagan. Bu yaxshi chiroqlar ham yo'q, hammasi fakir. Mana unda bostaga eshik yopiladi, eshik yopiladi. Qaranglar, shu eshiklarda tunashgan, shu joylarda tunashgan bolachalar. Do'stlar, juda qo'rqinchli joy edi. Voy, voy, nima bo'lyapti do'stlar? Hamma narsa qulay boshlayapti. Eshityapsizlarmi? Birinchi qavatda kimdir bor. Birinchi qavatdan ovoz eshityapti. Sizlarga eshitildimi do'stlar? Do'stlar, nima qilamiz? Ketaversammikan, a? Voy do'stlar, nima qilamiz endi? Qani yuringlarchi. Voy, qanaqa joy bu? Kiraylikchi. Nima? Voy, mana shu narsa bolalar больницасida bormi, do'stlar? Bu do'stlar, buni ma'lum bilasizlarmi? Aytgim ham kelmayapti. Bu bilan odamlarni osib o'ldirishgan-ku. Nima qilyapti bu yerda? Voy, qani do'stlar, bu yerga kiraylikchi. Bu yerda men o'ylashim bo'yicha bolalar ovqatlangan. Bu yerda anaqa stollarda o'tirgan. Ammo nimaga bu yer hamma joyi qon. Qonga belangan do'stlar. Juda bir qo'rqinchli narsalar bo'lgan bu yerda. Shuni bo'lmayapti. Hamma joy qonga belangan do'stlar. Dushmaningga ham ravo ko'rmaysan deydi-yu. Voy, sizlar nima deysizlar o'zlaring? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirlaring. Do'stlar, video yoqayotgan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Addushi hammaga rahmat. Qani men oxirigacha borib qo'yaveray, oldinga videoni boshlaganman-ku endi. Videoda oldin va'da berganman. Qani bu yerda kravatlar kim uchun? Bu kravatlar o'qituvchilar uchun bo'lsa kerak-da, o'qituvchilar. Bolalar qiynagan o'qituvchilar uchun bo'lsa kerak. O'ziga komfortli hayotda tanlagan qizlar pistoletni qo'limga olay. Har xil hodisa bo'lishi mumkin. Voy, voy. Nima bo'lyapti bu?
Nima qilyapti? Do'stlar, qochish kerak. Hamma to'g'rimdagi narsalar sina boshlayapti. Do'stlar, nima bo'lyapti bu yerda? Voy, do'stlar, juda qo'rqinchli. Bo'ldi, bu yerdan chiqaylikchi. Voy, bo'ldi, qani bu tarafroq yuraylikchi do'stlar. Boshqa xonaga kirib ko'ramiz. Qani biz o'sha xonani qidirishda davom etamiz. Bolalar qayerda qiynashgan bo'lishi mumkin. Va bu qanaqa joy? Voy, do'stlar, men uni topganga o'xshayman. Men bu joyni topdim. Qani chekiramiz, bu yer tepalarga qaraymiz. Do'stlar, qanaqa joy? Voy, eshikni och. Voy, Xudoga shukr, eshik bosilsa ochlarkan, baqirmaymiz, juda qo'rqib ketdim. Do'stlar, voy, mana shularni bolalar o'ynagan oldin. Do'stlar, qaranglar, hammasiga qarg'ish tekkan deyshadi. Lekin mana bu o'yinchoq. Juda g'alati o'yinchoq ekan mana shu. Hammasini orasida ajralib turibdi. Juda bir g'alati qo'ng'ishli o'yinchoq ekan do'stlar. Mendan mana shu yomon ko'rinyapti do'stlar. Voy! Nima? Qimirladimi? Hozir qimirladi. Balki shamoldandir, skvoznik bo'lyapti pastda. Ammo men ko'zimga qimirlagandek ko'rindi shu. Juda g'alati o'yinchoq ekan. Mayli do'stlar, chiqamiz. Bir g'alati o'yinchoq ekan. Qani do'stlar? Nima? Voy do'stlar! Yo, maytdan o'yinchoq qani? 5 sekund oldin ko'rgan o'yinchoqimiz qani, do'stlar? 5 sekund oldin ko'rdik do'stlar bu o'yinchoqni. Hozir esa yo'q. Voy do'stlar, bu hazil emas, hazil narsa emas. Bu yerdan tezroq ketish kerak do'stlar. Tezroq qayerqadir teparoqqa chiqishim kerak. Do'stlar, voy. Nima? Voy, qo'rqib ketibman, Do'stlar, bu narsalarda bir dushmaningga ham ravo ko'rmaysan deydi-yu. Juda bir g'alati joy ekan, uyiga to'rsam ekan. Voy. Nima bu do'stlar? Boya o'yinchoqmi? Voy do'stlar. Do'stlar, sizlar eshityapsizlarmi ovozda? O'yinchoq nima qilyapti bu yerda, Voy, do'stlar, eshitilyaptimi sizlarga ham? Nimalar deyapti? Voy do'stlar, ketdim, bo'lmay uydan ketdim, bo'ldi. Yo'qol, o'lib ketma. Bo'ldi do'stlar, bu yerda eshikni yopib qo'yish kerak. Do'stlar, qayerdan qochsam bo'ladi? Men stullarni olay. Eshiklarni yopib qo'yaman do'stlar. Juda qo'rqinchli bo'ldi do'stlar, ertalab ham botdi. Ertalab bo'lib qopti. Uyga yetishim kerak. Juda bo'lmaydigan joyga. Voy do'stlar, nima bu? Iltimos, menga tegaman, men senga ishlar tiqqanim yo'q. Tegaman menga, nima xohlaysan mendan, Voy do'stlar, ketish kerak, yoramiz. Chiqish kerak do'stlar, qochamiz. Voy do'stlar, mendan nima xohlayapti? Maytlarni yopib qo'yay. Yaxshilab o'rib qo'yay. Bo'ldi. Juda bir yovvoyi bir taqshatdan o'xshayapti do'stlar. Onalar do'raychi bo'ldi, uyga ketishim kerak men. Pikoq kepman o'z betga do'stlar. Voy, yomg'ir yog'yapti. Voy, pastga sakrasam o'laman-ku. Do'stlar, qanaqa o'yinchoq edi u? Voy, hozir sakrasam 100% o'laman. Voy, nima xohlaysan mendan? Iltimos, menga teginma. Nima xohlaysan? Voy, nima deyapsan? O'lib ket. Do'stlar, qochish kerak, nima deb yotibdi? Voy, do'stlar, bo'ldi, bo'lmagan narsa deb olaman hozir. 1 2 3 4 5 orqamga qarayman, hozir hech nima bo'lmaydi. Aniq hech nima bo'lmaydi. Qani bir orqamga qaraychi. Voy, nima bo'lib ketgan bular? Voy dod, nima xohlaysizlar mendan o'zi? Nima xohlaysizlar? Do'stlar, nima qilay men? Voy dod, do'stlar, nimalar bo'lyapti? Nima xohlaysizlar mendan o'zi? Nimaga o'ldirmoqsizlar meni o'zi? Voy, do'stlar, pul yonishni boshlayapti. Voy, qaranglar do'stlar, pul yonib ketyapti. Nima qilsam bo'ladi? Sakrasam o'laman. Do'stlar, pul yonyapti, uy yonmoqda. Do'stlar, nima qilamiz, Voy, yo'q!